Assalomu alaykum. Naqalib bo'lsa, yo'q bo'lsa, maliki yo'q panin maliki atrofda tabiiy yo'q. Ana ustamon olib keldik. Buyiga yasatgandik, buyiga hamma narsani ko'rdik. Duoda bo'lmadi. Yo'q paninni qo'ydik. Lonji nima? Lonji. Lonji yo'q panindan 10 kW qo'ydik. Maliki ishdan nosa qo'yib tashladik. Taqillatib otyapti. Mana ichib ham ko'ramiz. Mamat buva. Sen ichib ham ko'rayotgan suvdan. Mana akalar, bu yerga 10 kW lonji ham 2 so'm qo'yilgan. Eksi 7 qo'yilgan. Suv ham zo'r chiqdi. Quduq mana suv chiqarishi mana. Mana suv ham zo'r. Akamiz. Baraka topsin usta buva. Nasib bo'lsa ham bu yil obod bo'ladi. Kelasi yilga toza zo'r sharoitlar qilamiz. Xudo xohlasa. Bu yerga necha kilovatli motor qo'yildi, xudo xolasa? Xudo xohlasa ikkita 2 motor qo'yildi. Panel necha kilovat bo'ldi? Panel 10 kW bo'ldi. EPA firmasidan olib keldik. Boshliqqa ham rahmat. Kelishtirib qo'ydi. Nasib bo'lsa bu yoqqa obod bo'ladi. Suv ketishi mana. Ariqda ketishi. Mana suv. Soatiga 12 tonnadan chiqaryapti. 24 tonna suv chiqyapti. 1 soatda 24 tonna suv chiqyapti. Buni mana 100 litrlik kecha video ham qildik buni. Sinab ham ko'rganman, mana o'shani ham turibdi. 100 litrlik 41 sekundda to'ldirdi. 41 sekundda to'ldiradi. 100 litr. Bo'lsa endi mana itta bilan hamma joyni xudo xolasa obod qilamiz. Rahmat usta bu. Xizmatdan rozimisiz? Rozimiz, gap yo'q. Nasib bo'lsa endi navbat uyga endi. Ha, Uyga xudo. qo'yamiz xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. YouTube kanalimizda kuzatib boringlar. Like, podpiska bo'lishni unutmanglar.